Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana bugun 30-aprel 2026-yil. Biz bundan 6-7 kun burun at o'tkalarimizni qilgan edik. Ular o'zlari suveshevoy onadonlar totgan. Hozir biz shu onadonlarni tozalab romkalardan mana samaridan tozalayapti. Mana ko'rsatamiz sizlarga. Mana uni yo'qoting. Yana bu tomonida bor, qani ko'raylikchi. Mana o'zi suveshoy totgan, hozir ko'rsataman. Qani o'sha mana suveshoy totgan matishni buni yo'qotamiz biz. Mana olib tashlaymiz. Yana romlar tekshiramiz. Romlarda mana bu yerda ham suveshoy matishni totibdi. Mana bularni ham yo'qotamiz. Mana yo'qotamiz. Romlarni bittalab tekshirib chiqamiz. Boshqa romlarda yo'q. Ya'ni o'zi majburan tortilgan onadonlarni buzib, samardan buzyapti. Buzgandan keyin bizga Italiyadan mana ona arilar kelgan. Mana hozir ko'rsataman. Mana Italiyadan kelgan ona arilar. Ichida ko'ryapti turgan bo'lsalaring, ustiga oq tamga qo'yilgan ona yuribdi. Ko'ralyapti. Shu mana buning nimasi zoti bunday to'ntarib ko'rsak, mana bu yerga yozgan. Tepasiga Italyanka deb yozgan. İtalya zoti arasi ekan. Nomerlari bilan shular nimalarda nimaga qo'yib beramiz. Ko'rg'oti bilan mana romkalar tozalayapti samaridan. Ko'rsalaring bo'ladi. Onamizda nima onadonda arilar chiqadigan joyini ochib qo'yiladi. Qayerib olib tashlanadi. Mayshetlarni qayirib olib tashlanadi. Hamda yeb kirib, undan arilar onani chiqarib ketaveradi. Hozir samaraning bu qismini ham ochib tashlaydi. Mana romkalarni qo'yib olyapmiz. Mana samaradan hozir ochadi o'sha qismini. Qandida yeb kirib mana hozir mana ochilgan. O'shani arilarni ustiga ona arini qo'yib qo'ydik. Mana arilarning kelishini qarang. Hammasi onani hidini sezib arilar kelyapti. Mana o'rab oldi. Bular endi o'sha qandi bor joyini qandisini yeb chiqib, uylari olib chiqib ketaveradi. Bir kunning ichida shunday qilib 7 kunlik sistema bilan ishlayapmiz hozir biz. Bunda shu onalarda qabul qilish
95-97%ga bo'ladi. Ya'ni ba'zi hollarda 100% ham arini qabul qiladi. Mana arizorimiz hozir arizorda biz mana nima belma bu yerga nima yopishtirganmiz. Skoch straightelni bunga onani qo'ygan chisamizni yozib qo'yamiz. Mana hozir ko'rsalaring bular mana yozib qo'yamiz. Mana bugun 30-chisani qo'ydik. Mana bu yer hozir buliberi, ya'ni ruschasiga aytganda golubika changlatishga qo'yganmiz. Arilarimizni golubika zo'r. Bu yerda yo'q, ham yo'q golubika. Arilar juda yaxshi ishlayapti. Onalarni shunday qilib biz yangi onaga almashtirib, biz bir yilda bajaradigan ishimizda 50%ga ega bo'lamiz. Azizlar, shunday qilib bugungi videomiz o'sha onalar urug'langan onalarda 7 kun burun tashkil qilingan, ya'ni bola arilar otvo'tkalarga qo'yishdi. Sizlarga ko'rsatdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Samaradan